This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, muhtaram radio anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu'na hoş geldinler. Anlavatqınыңlar 25 oktyabr cuma paytaxt Washington'dan tarqıtılıvatqan 1 saatlik Uyg'urcha anlatışımız. Bugünkü program riyasatçılığı üçün Gülchehra xizmatda. Növətdə bugün ixlasmənlərimiz diqqətinizə sunmaqçı bolğan proqramı orunlaşdırışımızdan qısqaça məlumat berib ötəy. Anlatışımızı bugünkü dünya iqlim məsələləri şundaqla Uyğurlar vəziyyətinə dair qısqa xəbərlər bilan başlayırıq. Gündelik qısqa xəbərlərimizdən keyin vaqe həm mülayiza, obzor anlatış proqramlarımız boyunca öz müxbirlərimiz şundaqla dünyanın hər qaysı joylarında turishliq müxbirlərimizin tayyorlashida təfsili xəbər analizləri hamda yangi temalarda obzorlar anlatamiz. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugünkü 1 saatlik radyo anlatışımızı yaxtırıp anlatışınlarını ümit qılımız. Növbəti diqqətinizlər aldı bilən öz müxbirimiz Erkin'nin tayyorlashidagi kundalik qisqa xəbərlər bo'lsin. Avstraliya Baş Ministri Anthony Albanese Xitoyning 22 oktyabr kuni BDT 3 komitetida 15 davlatga vakolatan Uyg'urlar haqida o'rtaq bayonot e'lon qilgan Avstraliyani tanqid qilishiga qarata inkos bildirib, Avstraliyaning davomli Xitoydagi kishilik huquq masalalarini o'tirib qo'yganligini bildirgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Anthony Albanese Britaniya ittifoqi davlatlarining boshliqlar yig'inida qatnashish uchun 24 oktyabr Tinch okeanidagi Samoa davlatiga yetib kelganda Xitoyning bu vaqtga hujumiga inkos bildirgan. Beijing hukumati Avstraliyaning BDT'da turishliq vakili James Larsonning BDT 3 komitetida Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Kanada qatorliq 15 g'arb davlatiga vakolatan Xitoyni BDT organlarining Uyg'urlarga aloqador tavsiyalariga amal qilishga, jumladan xohlagancha tutqun qilingan barliq tutqunlarni qo'yib berishga chaqirishiga qarata Avstraliyani sistemli qirg'inchilik va o'chmanlik jinoyatiga bo'g'ilgan deb ayblagan edi. Birlashma agentligining bildirishicha, Bosh ministr Albanese Xitoyning yuqorqi ayblashlarini rad qilib, Xitoy masalasiga kelsak, biz imkoniyatimiz yor bergicha hamkorlashamiz. Shuningdek, biz zarur topilsa ixtilofga tushamiz. Biz davlat manfaatimizga markazlashamiz. Shuningdek, biz Xitoyga kishilik huquq masalasini qo'yamiz degan. Buning oldida yana 23 oktyabr kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Linjan 15 davlatning Avstraliyaning boshchiligida Uyg'urlar masalasini BDT'da kun tartibga qo'yishiga hujum qilgan. Linjan 15 davlatning o'rtaq bayonotini kishilik huquqni bano qilgan siyosiy monopollik deb ayblagan. Bo'libmi u Avstraliyani ayblab, uzundan beri sistemli qirg'inchilik va o'chmanlik jinoyatiga bo'g'ilgan deb Avstraliyaning Xitoyni tanqid qilish o'rniga o'zining masalalarini hal qilish kerakligini aytgan edi. Lekin Anthony Albanesening qayd qilishicha, Avstraliya har vaqt Avstraliyaning manfaatini qo'g'dab qolmay, kishilik huquq masalasini izchil va aniq ravishda Beijingning oldiga qo'yib kelmoqda ekan. Xitoyning xalqaro axborot tashviqot kanali bo'lgan CGTN Dünyani zilzilaga solgan Urumchi 5-iyul qirg'inchiligi haqida yana bir hujjatli film ishlab, 2009-yili Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida portlagan bu etnik to'qinishni dunyoga Uyg'urlar keltirib chiqargan zo'ravonlik, terrorlik voqeasi sifatida qayta sungan. CGTN xabaridan ma'lum bo'lishicha, Urumchini qoplagan zulmat 5-iyul to'poloni nomli ingliz tilidagi bu hujjatli film 26 oktyabr kuni rasmiy tarqatiladi ekan.
CGTN'ning nima uchun hozir buningdan 15 yil burun yuz bergan va Uyg'urlar tarafidan rasmiy qirg'inchilik deb qaralgan bu to'qinish haqida qayta hujjatli film ishlab, uni dunyoga zo'ravonlik, terrorlik voqeasi sifatida sunishidagi sabab aniq bo'lmasa-mu, ammo uning Dunyo Uyg'ur qurultiyi Bosniya poytaxti Sarayevoda 8-chi navbatlik qurultiyni chaqirgan bir payt tarqatilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xinhua agentligining muxbiri Li Zixin CGTN'ning 24 oktyabr bu hujjatli filmning tunishtirishini X'da ham bahirlab bu voqeani Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilgan terrorlik hujumi deb ko'rsatgan. Halbuki 5-iyul qirg'inchiligi Xitoylarning Guangdong Shaoguandagi Shuri o'yinchoq zavodida ishlaydigan Uyg'ur ishlamchilarga hujum qilib, nurg'un Uyg'urlarni o'ldirishi sababidan kelib chiqqan. Xitoy hukumatining 2009-yil 5-iyul kuni Uyg'ur ishchilar uchun Urumchida namoyish qilgan Uyg'ur yoshlarini qurolliq bostirishi namoyishning etnik to'qinishga aylanishini keltirib chiqargan. Xitoy doiralari to'qinishda 197 odamning o'lganligini, o'lganlarning ko'pinchisining Xitoy fuqarolari ekanligini qayd qilsa-mu, ammo Uyg'ur tashkilotlari 10 mingdan ortiq Uyg'urning g'oyib bo'lganligi va o'lganligini qayd qilmoqda. Lekin hujjatli filmda Xitoy ko'chmanlarining Uyg'urlarga keng ko'lamli hujum qilib, nurg'un Uyg'urni o'ldirganligi tilga ilinmagan. Shundaqli filmda G'arb ellarining bu voqeani etnik to'qinish deb ta'riflaganligi ayblangan. Bu filmning hozirgi paytda tarqatilishi Xitoyning Sarayevoda echilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining yig'iniga qarshi elib berayotgan harakatlarga bog'lanishli deb qaralmoqda. Turkiya Ko'chmanlar idorasi 24 oktyabr bayonot e'lon qilib, 17 oktyabr Türkiye saqchi doiralari tarafidan İstanbulda tutqun qilingan bir Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilmoqchi bo'lganligini rad qilgan. Bayonotda qayd qilinishicha, ba'zi taratqularda va ijtimoiy aloqa suplarida tarqalgan Uyg'ur turklaridan bo'lgan bir shaxsning Xitoyga qaytarilganligi haqidagi xabarlar amaliyotga uyg'un emas ekan. Bayonotda aloqador qonunlar bo'yicha hech qanday bir kishining tan jazosiga uchraydigan irqiy diniy mansubiyati, ma'lum bir ijtimoiy to'pqa mansub bo'lishi yoki siyosiy qarashlari sababidan hayoti va erkinligi tahdidga uchraydigan bir joyga avatilmaydiganligi ta'kidlangan. Bayonotda bu shaxsning ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo bir Uyg'urning 17 oktyabr kuni Istanbul taftish mahkamasi tomonidan elib berilgan tekshirish bo'yicha Turkiya bexatarlik doiralari tomonidan tutqun qilinganligi e'tirof qilingan. Shundaqla bu shaxsning 20 oktyabr Ko'chmanlar idorasining Istanbuldagi bir chet elliklarni qaytarish markaziga topshirilganligi bildirilgan. Bayonot yana hozirga qadar hech qanday bir Uyg'urning Xitoyga qaytarilib boqmaganligi ta'kidlangan. Buning oldida Istanbulning Safaköy rayonida o'ltirishliq Mahmud Anayat ismli bir Uyg'ur musofirining oila tavobati ijtimoiy taratquv suplarida 3 farzandi bo'lgan Mahmud Anayatning Turkiya saqchilari tomonidan tutqun qilinib, Xitoyga qaytarilmoqchi bo'layotganligini bildirgan edi. Lekin Turkiyadagi Qaror gazetining 25 oktyabr bergan xabarida taftish mahkamasining Mahmud Anayatning qo'lga olish qarori bo'lmasa-mu, ammo uning chegaradan qo'g'lab chiqarilish qarori bo'yicha 6 oy qamoqda tutib turilishi mumkinligini bildirmoqda. Qaror gazetining xabarida Ko'chmanlar idorasi hozirga qadar hech qanday bir Uyg'urning Xitoyga qaytarilmaganligini qayd qilsa-mu, ammo 2018-yildan beri Quvonxon, Zinatgul Tursun, Aynisa Tursun, Burhan Kerim, Muhammad Ali, Odiljon To'xti qatorliq Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilganligi, ulardan ba'zilarining Tojikiston orqali yo'llanganligi bildirilgan. Germaniyaning Bild gazeti Turkiyaning Xitoy, Rossiya, Hindiston, Janubiy Afrika, Braziliya qatorliq kesak davlatlarga a'zo bo'lishi Hindiston tarafidan Turkiyaning Pokiston bilan bo'lgan yaqin munosabati sababli rad qilinganligini bildirgan. Bild gazetining ilgari surishicha, Turkiyaning a'zoligi kesak davlatlarning o'rtaq fikriga kelolmasligi sababidan ma'qullanmagan. Shundaqla mazkur tashkilot yaqin kelgusida yangi a'zo qabul qilmaslikni qaror qilgan. Kesak davlatlarining bu navbatlik boshliqlar yig'ini 24 oktyabr Rossiyaning Tatariston Cumhuriyati poytaxti Qozonda o'tkazilgan. Turkiya prezidenti Erdo'g'an bu yig'inga qatnashgan.
Bu yığın Rossiya Ukraynaga qurolliq tajovuz qilishi sababidan G'arbning keng ko'lamlik jazosiga uchrab, dunyoda yetim qolgan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Rossiya prezidenti Vladimir Putin ustidan Ukrainada sodir qilgan urush jinoyati sababli tutish buyrug'i chiqargan bir paytda Rossiyada o'tkazilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, kesak davlatlarga yaqinda İran, Misr, Efiopiya, Arab Birleşme Xalifligi ve Saudiya Arabiston a'zo bo'lgan. Uningga Turkiya, Ozarbayjon va Malayziya a'zo bo'lishga iltimos sungan. Turkiyaning bu yil 2-sentabrda kesak davlatlarga a'zo bo'lishga rasmiy iltimosda bo'lganligi qayd qilinmoqda. Bloomberg agentligining yaqinda bergan bir xabarda Turkiyaning yer shari ta'sirini kengaytmoqchi va uning an'anaviy g'arb ittifoqdoshlaridan olqigan yangi aloqa to'ri qurmoqchi bo'layotganligi bildirilgan. Xabarda ismini oshkorlashni xohlamaydigan manbalarning prezident Erdo'g'an geosiyosiy kuch markazi taraqqiy qilgan davlatlardan uzoqlashdi deb qaraydiganligini bildirganligi bayon qilingan. Holbuki Turkiya bugun to'rining bu vaqtdagi bir xabarida Turkiya prezidenti Sarıyi Bild gazetasining xabarini asossiz deb rad qilganligi, kesak davlatlarning bu navbatlik boshliqlar yig'inining kun tartibida a'zo qabul qilish yo'qligini aytgan. Ammo Bild gazetasining qayd qilishicha, Turkiyaning Pokiston bilan bo'lgan yaqin munosabati Hindistonning Turkiyaning a'zoligiga qarshi chiqishidagi muhim omil bo'lib, Turkiyaning iltimosiga kesak davlatlarning birdek qo'shilishi talab qilindi ekan. Hörmətli radio anlıqçılar, Erkin Asiya radiosu diqqətinizdə. Növbətdəki minutlarımızı bugünkü anlatışımızın vaqe həm mülayizi səhifəsiga ajratdimiz. Səhifəmizə xoş gəldinizlər. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Gülçehra. Vaqe həm mülayizi səhifəmizdə bugün öz müxbirlərimiz və dünyanın hər qaysı yerlərində turuşluq ixtiyari muxbirlarimizning tayyorlagan tafsili xabar analizlarini, shundaqla obzorchilarimizning tayyorlagan yangi temalardagi obzorlarni anglaysizlar. Programma mazmunlari e'tiborda bo'lg'ay. Dünya Uyghur Qurultayı'nın 8. növbətlik qurultayı yığını Bosniyaning poytaxti Sarayevo'da bugun 25 oktyabr kuni rasmiy boshlangan. Yığınның açılış murosimidan keyin Bosniya qirg'inchiligidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga nazar degan temada suhbat elib berilgan. Yığın qatnashchilari bu qitimqi qurultayning Bosniyada açılışının alayda ahamiyatga ega ekanligi haqida to'xtalgan hamda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish haqida muhim muzokaralar elib borgan. Bu haqda ixtiyoriy muxbirimiz Habibulla tafsiliy xabar berdi. Növbətdə Bosniyanın paytaxtı Sarayevo'da çağırılğan 8. növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı bugün 25 oktyabr atigan dünyanın hər qaysı joylardan kelgan qurultay vəkilləri, hər qaysı dövlətlərinin parlament a'zolari, axborotchilar, tadqiqotchilar və advokatlarning qatnashishida g'albilik ochildi. Yig'inning ochilish marosimida dünyanın hər qaysı joylardan kelgan qurultay vəkilləri, sharaf mehmonlari, Türkiye, Bosniya və bəzi Avropa dövlətlərinin parlament a'zolari, hər qaysı taratqularının muxbirlərinin qatnashishida 350 dan kishi Bosniya və Sharqiy Turkistonning davlat marshiga hurmat bildirdi. Yığınның kun tartibi bo'yicha Dünya Uyghur Qurultayı Xalqaro munosabatlar direktori, Qurultay Ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinning riyosatchiligida Qurultayning muvaqqat raisi Erkin Akram bu qitimqi 8. navbatlik Qurultayning ochilish nutqini so'zladi. Qurultayning o'rlashtirgan konferans va shundaqla Qurultayga xo'sh keldinglar. Türk'ün namında, yani Dünya Uyghur Qurultayı'nın namında ve şundaqla şahsın namında sizlerge teşekkür ederim. Sarayevo'ga cem olduk ve bir yerde bununla qatnashishinglar bizimki bu faaliyetlerimizde texma alayda bir ma'no qetib berganlar
işleymen. Bunun da umanım yok. Dünya Uygur Kurultayı'nın uğraştığı bu faaliyetimiz ile Şarkı Türkistan ve şundakla Bosniya halkının ırkı kırgınçılıkka uçurgan ahvalını tekimi arpındalık kılış için ayda çok bir fırsat buldu. Ve insanlıkka karşı işlengen bu cinayetini eyipler. O sözde bu qitimqi qurultayning Bosniyada echilishining sababi haqida to'xtalib, maqsadimiz dunyoga ayni vaqtda bu davlat yuz bergan qirg'inchilikning Sharqiy Turkistonda bugungi kunda yuz berayotganligini xotirlatish deb ta'kidladi. 8. Kurultayının Bosniya'da içilişinin sebebi bundan 30 yıl evvel Bosniya'da bu ırkı kırgınçılıkka uçurgan bir rayon ve bu ırkı kırgınçılığın ilip bağlananımı Halkara sotda sotladı. Bu cihetten digen çağda bizninki bir takdirdaşlık var. Ama Bosniya'daki bu ırkı kırgınçılık devam kıldı ve ahırda bu ırkı kırgınçılığın ilip bağlanını cezaladı. Fakat Şarkı Türkistan'da bunda bulmayıvadıdı. Şarkı Türkistan'ın ırkı kırgınçılık devam kılıvadıdı. Ve bu ırkı kırgınçılığın ilip bağlan Xitay hakimiyetini tek cezalamadı. Şununla bu Bosniya'da bu yığını içiş ve İslam dünyasının ki kolluğunu kolluğu çürüş, Garp dünyasının İsa'çılığını kolluğu çürüş için muşu yani Bosniya'nı tanıganlığımızın ki maksatı hamdi. Arkadan sözge chiqqan Çexiya parlament a'zosi Yeri Oberfalzer yig'in akliga oldingi qatimda qurultayning Chexiyada o'tkazganligini eslatib o'tish bilan birga Chexiyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun elib berayotgan ba'zi faoliyatlari va Yevropa parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishda qanday qilish kerakligida o'zining ko'z qarashi Xitoyning chet ellarga so'zilgan qora qo'l haqida to'xtalib o'tdi. Angliyada ochilgan Uyg'ur sotining bosh Sir Jeffrey Nice bu qitimqi qurultayga internet orqali qatnashib so'zida mundoq dedi. Bosniya qirg'inchiligi bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining farqi shuki, Bosniya qirg'inchiligi Yevropaning yuragida yuz berdi. Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik bo'lsa, Xitoyning u yerning aloqasini tashqi dunyo bilan uzishi va qattiq nazorati ostida bo'ldi. Bu sababdan Uyg'ur qirg'inchiligi Bosniya qirg'inchiligidek har qaysi davlatlardan yordam ola olmadi deganni o'tirib qo'ydi. Bu qitimqi qurultayning o'zgichiligi bo'lsa, orqadilla davom qilgan Bosniya qirg'inchiligidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga nazar degan temada elib berilgan suhbat bo'lib, bu yig'inda bu ikki qirg'inchilikdan elingan savoqlar va tajribalar yakunlandi. Bu suhbatga kishilik huquq advokati doktor Evelina Oxab riyosatchilik qildi. Buningga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat, Kanadadagi kishilik huquq faoliyatchisi Qurultay kishilik huquq komitetining raisi Kavsar Ilhom, Amerikaning BDTdagi sobiq bosh elchisi Kelly Curry, Angliya parlamentining sobiq a'zosi Tim Lawton qatorliqlar qatnashdi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq bosh elchisi Kelly Curry xonim so'zida mundoq dedi: "Har qanday kollektiv qatliam irqiy qirg'inchilik emas va har qanday irqiy qirg'inchilik kollektiv qatliam emas. U yana dunyoning mushu nuqtada turib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan ko'z qarashni o'zgartirishni talab qilib, navbatda bu haqda Amerikada elib berayotgan ba'zi faoliyatlar va duch kelayotgan masalalar haqidagi tafsilotlarni yig'in akli bilan o'rtoqlashdi. Suhbatda Bosniya qirg'inchiligidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligigacha bo'lgan jarayonlar, navbatda mavjud masalalar va buning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishda ko'rsatgan ta'siri, mustabid kuchlarning birlashib olish orqali xalqaro sahnalarda 3-dunyo allarini orqaga ilib qilayotgan yo'lsizliklari Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatish uchun har qaysi davlatlarning aktiv harakat qilish kerakligi, Uyg'ur qirg'inchiligining Uyg'ur farzandlariga ko'rsatgan ta'siri deganlar mulohaza qilindi. Suhbat oxirisidagi qahvadan keyin doktor Erkin Akramning riyosatchiligida Turkiya parlamenti a'zosi Selçuk Özdağ, Doğan Bekin, yozuvchi Xolis Özdemir va doktor Olimjon Innoyatning qatnashishida Xitoyning chet elga so'zilgan qora qo'li va Turkiyaning Uyg'ur siyosati haqida suhbat elib berildi. Türkistan sadece bir partinin değil,
Sadece Türkiye'nin değil, bütün Türklerin. Sadece Türkiye'deki Müslümanların değil, bütün Müslümanların 2,5 milyarın meselesi olduğu için hiç olamaz. Grup araştırma merkezini reddedildikten sonra da şimdi de biz yine aynı şekilde Türkiye'ye döner dönmez bunlarla ilgili yapacaklarımızı söyleyip bir insan hakları inceleme komisyonu ilk toplantısına katılacağız. İkinci olarak da hemen bir araştırma önergesine vereceğiz. Birlikte tekrar yeniden olayla ilgili bir rapor sunacağız. Ama en önemlisi topluluğu izah edeceğiz. Selçuk Özdağ bu söhbətdə özünün Türkiye'ye qaytqandan keyin Türkiye parlamentiga Uyghur irqiy qırğınçılığını to'xtatish haqida yangi bir tavsiya sunduğanligini bildirdi. Bu programni Shveysariyadan Habibullah Ezich tayyorladi. Komünist Xitoy hokimiyati qurilib, Mao'zedong hukmronlik qilgan 27 yildan keyin Xitoyda nisbatan kengri siyosat yurgizilgan deb qaralgan 80-yillardan 2000-yillargacha bo'lgan mezgildimi Xitoy hukumatining adolatsiz siyosatlariga qarshi Uyg'urlarning norozilik harakatlari uzluksiz yuz berib turdi. Ve bu hareketlerin hemmisi degidek qattiq bastırıldı. Növətdə muxbirimiz Mehriban tayyorlagan Komünist Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qandaq balay ofatlarni elib keldi nomli programmaning 3-chi qismi diqqatingizda bo'lsin. Komünist Xitoy hukumati 1949 yılı Uyghur elini besib olgandan buyon Uyghur xalqi Xitoyning mustamlik siyosatining zarbisiga davomli uchrab keldi. Mao Zedong o'lgandan keyin madaniyat inqilobida xarablashib chiqish yo'l topolmagan Xitoy hokimiyati islohot elib berishga majbur bo'ldi. Uyg'urlarga emas, butun Xitoylarga nisbatan kengri siyosat yurgizilgan deb ta'riflangan 80-yillar va 90-yillarning boshlarida Uyg'urlar Xitoyning adolatsiz siyosatlariga qarshi norozilik bildirib turdi. 1985 yildagi 12 dekabr o'quvchilar harakati va 1988 yildagi 15 iyun o'quvchilar harakati bo'lsin yoki 1990 yili Aqto'ning Barin yesida yuz bergan 5 aprel Barin inqilobi va 1997 yili G'uljida yuz bergan 5 fevral G'ulji voqeasi bo'lsin. Bularning hammasi Xitoy hukumati tomonidan milliy bo'lgunchilik deb qaralib, qonliq bastırıldı. 1985 yılı Urumchida yuz bergan 12 dekabr o'quvchilar harakatini Xitoyning siyosati az to'la yumshagan. Uyg'urlar o'z taqdiri ustida qayta o'ylanish imkoniyatiga erishgan bir vaqtda portlab chiqqan deyishga bo'ladi. Bu Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan har millat o'quvchilarining tinchlik yo'li bilan Xitoy hukumatiga arzu talablarini ifodalashi edi. Şu qitimqi o'quvchilar harakatining bir qism ishtirokchilari va qatnashchilari 90-yillardan keyin chet ellarga chiqib ketgan bo'lib, ular navbatda muhojiratdagi Uyg'ur davosining tayanch kuchlari hisoblandi. Bulardan biri Kanadadagi Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xti apandidir. Uning bildirishicha 85-yildagi o'quvchilar harakati butun Uyg'ur avtonom rayoniga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, Urumchi, Qashqar, Aqsu, Xotan, Korla, G'ulja, Bo'rtala qatorliq joylardagi o'quvchilar qo'shilib, oz degandimi 15 mingdan ko'proq o'quvchi ishtirok qilgan. Qatnashgan ishlarning ko'lami jihatdan misli ko'rilmagan bir harakat. Chunki 15 mingdan ortiq Uyg'ur o'quvchilar o'sha Urumchidagi barliq oliy maktablardan ertagan soat 6dan boshlab Qahraton soatda hammasini tashlab bir yerga jam bo'lib, bu o'sha yaqin zamon tariximizda oz ko'rilgan bir. Uning bildirishicha, ayni chaqda o'quvchilar Xitoy hukumatidan hal qilishni talab qilib o'tirg'i qo'ygan har bir modda kuchlik ilmiy va amaliy asosga ega bo'lib, bularning hammasini o'quvchilar o'zlari xalq orasida nurg'un qitim amaliy tekshirish asosida shakllantirgan. 12 dekabr Uyg'ur universitet o'quvchilarining norozilik harakati Sharqiy Turkiston besilingandan keyin 1949 yildan 85 yilgacha 36 yil mobaynidagi Uyg'urlarning ochiq-oshkora bo'lib Uyg'ur o'qigan ya'ni ziyoli kategoriyasilarni Xitoy hukumati qarshilik qilgan ochiq-oshkora islomning huquqini talab qilish qonuniy ko'rishi. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchisi Nurmamat Musabay apandimi u harakatning aktiv ishtirokchilaridan
biri bo'lib, u ayni chaqda o'quvchilarning Xitoy hukumatiga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida demokratik saylamni haqiqiy turda yo'lga qo'yish, bu rayonda atom sinig'ini to'xtatish, bu rayonni Xitoyning eng chong jinoyatchilar lageri qilishni va bu rayonga ko'chman yo'tkashni to'xtatish, bu rayonda haqiqiy ma'nodagi milliy avtonomiya qonunini yurgizish, musulmonlarga yurgizmoqchi bo'lgan planliq tug'ut siyosatini amaldan qoldirish, oz sonliq millat ma'rifini haqiqiy turda taraqqiy qildirish qatorliq 6 turlik talabni o'tirg'a qo'yganligini bildirdi. Ya'ni bizning raisimizning demokratik asosda yerli xalq o'zi sayısı degan o'tir qo'ydik. Xinjiang xalqining milliy ma'rifini yuksaltirayli, ya'ni Uyg'ur ma'rifini taraqqiy qildirayli dedik. Sharq Turkiston, ya'ni Xinjiangda atom sınıqını to'xtayli, ya'ni atom sınıqı ilib bağımızın biz vatanimizga. Lekin to'rtinchisi planliq tug'utni amalga qildirayli. Biz Uyg'urlar planliq tug'utdan kerak yo'q, bizning sonimiz oz degan o'tir qo'ydik. Beshinchisi Xitoy ko'chmanlarni qanunsuz ko'chmanlar to'xtayli. Ko'chman kamisi. Oltinchisi Sharq Turkiston, ya'ni Xinjiangning ekologik muhitini qo'llaydi. Yerni qalayimqa ichib, bo'zya açdın, kan açdın deb yerlerini buzib Xitoylar edilib qoldi. Shuni to'xtatish uchun biz ekologiyani qo'g'dayli degan asosda Xitoylar yer bo'lib to'xtatishni nishon qilgan. 66. Ayni yillardagi o'quvchilar harakatidan yana 1988-yili 6-oyda Urumchida yuz bergan o'quvchilarning milliy barobarlikni talab qilish harakatimi Uyg'ur o'quvchilari qo'zg'agan ta'sir cho'ng harakatlarning biri bo'lib, keyingi analizlarda bu harakatning 1989-yildagi Tiananmen maydonida yuz bergan o'quvchilarning demokratiyani talab qilish voqeasi bilan ma'lum jihatdan o'rtaqligi borligi ilgari surilgan. 1985-yildagi o'quvchilar harakatining qatnashchilaridan Roshan Abbas, 1988-yildagi o'quvchilar harakatining yetakchisi Dolqun Aysa, 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining yetakchilaridan O'rkash davlat qatorliq Uyg'ur ziyolilari navbatda chet ellarda Xitoy hukumatiga qarshi aktiv faoliyat ilib berayotgan shaxslarga aylandi. Dolqun Aysa chet elga chiqqandan keyin Xitoy hukumatiga qarshi Uyg'ur tashkilotlaridan Dunyo Uyg'ur qurultayida bosh kotib, ijroiya raisi, rais qatorliq vazifalarda bo'lgan. Uning radiomizga bildirishicha, 1985-yili Urumchida yuz bergan 12-dekabr o'quvchilar norozilik namoyishi va 1988-yili 6-oydagi o'quvchilarning milliy kamsitishga qarshi turib, millatlar barobarligini talab qilish harakati keyingi vaqtlarda bir qism yoshlarning chet ellarda Xitoyga qarshi aktiv faoliyat qilishiga asos solgan. 85-yilda bu harakat yuz bergandan keyin Xitoy hukumati o'quvchi rahbarlari bilan üstelik o'ltirishga majbur bo'lgan. Bu biz uchun bir ilhom qaynağı bo'lgan. Shu 88-yilda o'xshash shaklda Xitoy hukumatining yuqori amaldorlari bilan shaxsan men 5-6 soat yaqin üstelda o'tirgan. Milliy ma'rifimizda saqlanayotgan adolatsizliklar, bir tarafdan millatlar ittifoqi deb davranishib, yana bir tarafdan millatlar ittifoqining buzilishi qilgan Xitoy milliyatchiligining kuchli avvallari adolatsiz o'xshaydigan nuqtalar bilan bizning 5-6 soatlik bir munoziramiz bo'lgan. Demak, bu 85-yillik o'quvchilar harakati keyingi 88-yildagi o'quvchilar harakatining o'tirg'i chiqishi uchun mening dunyo qarashimda muhim rol o'ynagan, diyamning shakllanishida muhim rol o'ynagan deb qarayman. U tinchlik shaklda elib berilgan demokratik tushunchalar bilan o'quvchilar ichida ziyonlarni yapgan, men shohid bo'lgan eng chong harakatlarning birisi deb qarashman. Xitoy kommunist hukumati shu chaqda Uyg'ur o'quvchilarining haqqoniy talablarini qabul qilish tutulsun, ularning namoyishini milliy bo'lgunchilik harakati deb bekitgan. Namoyishga chiqqan o'quvchilarni har turli usullar bilan jazolagan. Bu ahvol Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini barg'ancha kuchaytgan. 1990-yildagi Aqchi nahiyasining Bariniyasida Xitoy hukumatining planliq tug'ut va boshqa zulm siyosatlariga qarshi yuz bergan 5-aprel Barin inqilobi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligi va g'azab nafratining partlashi hisoblandi. 1990-yili 5-aprel kuni Aqtu nahiyasining Bariniyasidagi xalq Zayniddin Yusufning boshchiligida qo'zg'alib, Xitoyning planliq tug'ut siyosati va diniy erkinlikni cheklashiga qarshi turganda, Xitoy hukumati janubdagi viloyatlarda turishliq qurolli qismlari va Bingtuan qurolliqlarini yo'tkab kelib, Bariniyasida zo'r ko'lamli qirg'inchilik elib borgan.
Ayni chaqdagi Xitoy taratqularida to'qinishda Zayniddin Yusuf boshliq jami 232 kishining o'ldirilganligi tilga ilingan. Ammo voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan shohidlarning oshkorlashicha, bu to'qinishda Barin yesi og'ir darajada vayronchilikqa uchirgan. Xitoy askarlari g'aljirlashib, hatto bo'shikdagi buvoqlarga o'q chiqargan. Barin inqilobidan keyin Xitoy hukumati harbiy qism, saqchi jandarma va Bingtuanning 6 diviziya askarini harakatlantirib, Qashqar, Otush, Xotan, Aqsu viloyatlarini uzun muddat muhosiraga olgan. Barin inqilobiga yordam bergan va istoshlik qilgan degan tuhmatlar bilan Qashqar viloyati tavasidan 2000 Uyg'ur qamoqqa ilingan va o'ldirilgan. O'tgan asrning 90-yillarning oxiri, ya'ni 1997-yili 2-oyning 5-kuni yuz bergan o'lji yoshlarining Xitoy hukumatiga qarshi 5-fevral namoyishimi Xitoy hukumati tarafidan qonliq bostirilgan. Voqeaning yuz berish sababi haqidagi materiallardan ma'lum bo'lishicha, 90-yillarda o'lji yoshlari orasida avj olgan zaharlik chekimlik va aydizga qarshi turish uchun o'lji yoshlari o'zligidan tashkillanib, mashrab guruhlari bilan futbol komandalarini qurgan. Ammo uzun o'tmayla Xitoy hukumati tarafidan cheklangan. Mazkur voqeaning tafsiloti haqida kitob yozgan Gulshan Abduqodir xonimning aytishicha, shu chaqda G'uljidagi mashrab guruhlaridan Abduxilil Abdumijidning mashrab guruhidagi 200 dan ortiq yosh 5-fevral kuni G'ulji ko'chalariga chiqib, tinish shakldagi norozilik namoyishini boshlagan. Mahalla qurilgan mashrab guruhlarini Xitoy saqchilari har kuni bo'pmi Abduxilil Mijid mashrab guruhidagi yoshlardan birdan 2dan tutqun qilib, bu yoshlar izdiraksiz yo'qolib ketishga boshlagandan keyin Abduxilil Mijid mashrab guruhidagi yoshlar Abduxilil Mijidningki yetakchiligida biz baribir mashrab o'ynagan vaqtimizda Xitoy birdan tutqun qilib, izdiraksiz yo'q qilib, bizni yo'qotib o'tadigan, bizning maydonimizning qanday ekanligini oshkorlab, ko'chalarga chiqib namoyish qilish orqali o'zimizning maydonimizni, o'zimizning odamdek yashash uchun kurash qilish irodamizni bildirishimiz kerak degan maqsadda 1997-yil 2-oyning 5-kuni ko'chalarga chiqib namoyish qildik. Uyg'urlarning yaqin zaman tarixida yuz bergan 5-fevral G'ulji demokratik namoyish harakati shu kuni yuz berdi. Namoyish shu kuni kech qonliq bostirilganga qadar Uyg'ur yoshlarining uzluksiz qo'shilishi bilan namoyishchilar qo'shini zo'rayib, 1000 dan eshib ketgan. Namoyish bostirilgandan keyin G'uljidagi butkul mashrab guruhlaridagi yoshlar turkumlab tutqun qilingan. Xitoy doiralari 2 haftagacha G'uljida harbiy holat yurgizib, o'yma-o'y kirib, necha minglagan begunoh Uyg'urni tutqun qilgan. 2-oyning 5-kuni tutilgan necha yuzlagan Uyg'ur yosh usti ochiq bir maydonga to'planib, qilin qarning ustida yalang oyoq mengishga majburlangan. Xitoy saqchilari yuqori besimli ishlankada suv chechib, ularning putqollarini to'ngitib etgan. Putqollari ushib ketganlarning putqollari kesib etilgan. Abduxilil Abdumijid, Tursun Salay qatorliq mashrab guruhlarining yigit boshlariga o'lim jazosi berilgan. Muddatsiz qamoq jazosi va 10 yildan yuqori qamoq jazolariga hukm qilinganlarning soni necha yuzdan oshgan. 5-fevral G'ulji qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumati burunqi nisbiy kamchilik siyosatdan qattiq qo'lliq bilan bostirishga o'tgan bo'lib, Xitoy hukumati Uyg'urlardan bo'lgan barliq hukumat kadrlarini vazifasidan qoldirish, xizmat o'rnidan yo'tkab etish, majburiy pensiyaga chiqarish, hatto Ili oblastidagi 3 viloyatning ichidagi eng cho'ng viloyat bo'lgan Ili viloyatini amaldan qoldirib, viloyatga tava bo'lgan nahiyalarning hammasini Ili oblastiga bevosita qaraydigan qilishdek siyosatlarni qo'llangan. Yuqorida Kommunist Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qandaq baloyi ofatlarni elib keldi sarlavhalik programmamizning 3-qismini angladinglar. Programmani Mehribon tayyorladi. Uyghur irqiy qirg'inchiligining bosh planlovchisi va ijrochisi deb qaralayotgan Xi Jinping 24-oktyabr kesak davlatlari boshliqlar yig'inida dunyo tinchligi uchun to'p qo'shadiganligini davron qilgan kuni Yevropa Ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik oliy komissari Kaja Kallas Xitoyni sistemalik raqib deb atab, Yevropa Ittifoqining Xitoy siyosatining bundan keyin texmo keskinlashadiganligidan bishorat bergan. Bu haqda Germaniyadan ixtiyor muxbirimiz Akram tayyorlagan xabar analizi diqqatingizda bo'lsin. Fransiya Ovozi radiosining bayon qilishicha, Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping
24 oktyabr Rossiyanın Kazan şəhərində ötküzüləvatqan kesek dövlətləri başlıqları yığınında dünya tinchliği üçün şuarı tavlab mundaq degen. Dünya tinchliği və taraqqiyatı barğansırı çunqur xirslağa duch kelməkdə. Biz çoxum tinchliqni muqimlashtiruvchi kuchga aylanib, yer sharining bexatarligini idora qilishni kuchaytirishimiz, kasallikni yiltizdan davolaydigan buyuk masalalarni hal qilishning chorasini tepib chiqishimiz lozim. Uyghur irqiy qirg'inchiligining bosh planlovchisi va ijrochisi deb qaralayotgan Xi Jinping bu so'zlarini qilayotganda o'zining Uyghur diyoriga keltirgan ofatlari va vahshiyliklarni unutib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo dal shu 24 oktyabr kuni Yevropa ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik siyosati oliy komissari Kaja Kallas Xitoyni sistemalik raqib deb atab, Yevropa ittifoqining Xitoy siyosatining bundan keyin texmo keskinlashadiganligidan bishoratlar bergan. Germaniya Dolqalar radiosi 24 oktyabr e'lon qilgan Yevropa ittifoqining Xitoyni nishon qilgan siyosatlari bundan keyin texmo o'tkirilishidi nomli xabarda bayon qilishicha, ilgari Estoniyaning bosh ministri bo'lgan Kaja Kallas Yevropa ittifoqida vazifaga o'tirishdan ilgari o'tirib qo'ygan planida Yevropa ittifoqi hozirgacha Xitoy qarta qo'llanib kelgan savdo sheriki, iqtisodiy raqobatchi degan so'zlarni cho'rib tashlab, faqatla sistemalik raqib degan iborani qo'llanib, zo'r g'ulg'ullarga sabab bo'lgan. Kaja Kallas mundaq degan: "Mening qisqa muddatlik asosliq vazifam navbatdagi yer shari yuzilanayotgan eng jiddiy ishlarni bartaraf qilish bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu Rossiyaning Ukraina qilgan tajovuzchilik urushi bilan Yevropa ittifoqining xavfsizligi va mudofaasini kuchaytirishdan iborat. Xitoyning Rossiyani qo'llashi jiddiy bir xiris. Xitoyning bozorliqi yo'q iqtisodiy qilmishlari Yevropa bilan Xitoy o'rtasida qurilma xarakterlik tangpongsizlikning barliqqa kelishiga yo'l ochdi. Darvaqa oxirgi oylarda Yevropa ittifoqi Xitoyning toklik avtomobillariga 45% tamojni beji qo'yishni qaror qilgandan keyin Xitoymi Yevropaning sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari va ichimliklarga o'chilish xarakterlik boj qo'ydiganligi bilan takdislib, ikki taraf o'rtasidagi munosabatlarni texmo keskinlashtiribdi. Uyghur siyosiy arboblaridan Erkin Alitekin apandining qarashicha, navbatda Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning texmo yomonlashishi bir muqarrarlikka aylanib qolgan. Agar ikki tarafning munosabatlari buzilsa, bu Uyg'urlarning istiqloli uchun kelgusida xayrli bir fursatlarni nasib qilishi mumkin ekan. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar kundan kunga yomonlashib ketib boradi. Xitoy Yevropaning dushmani bo'lgan Rossiya tarafda chang turibdi. Dunyodagi o'ziga o'xshaydigan mustabid davlatlarni e'tirofiga to'plab oldi. Xitoy va Rossiyaning markaz qilgan bir qutb bilan Amerika va Yevropani markaz qilgan bir qutb allaqachon shakllanib bo'ldi. Bundaq bir vaziyatda ikki taraf o'rtasidagi munosabatlarning texmo buzilib, o'zaro dushman kuchlarga aylanishi ehtimoli bor. Agar vaziyat shundoq bo'lsa, kunlarning birida Uyg'urlarning istiqloli uchun foydali bir fursatning tug'ilib qolish ehtimoli mumkin. Buning uchun bizning har turli o'zgarishlarni ko'z oldida tutib, shunga tayyorgar bo'lib turishimiz kerak deb o'ylayman. Fransiya Ovoz radiosi 24 oktyabr bu xususda e'lon qilgan Yevropa ittifoqining diplomatiya siyosati mas'uli Rossiya bilan Xitoyni qattiq ogohlantirdi nomli xabarda bayon qilishicha, 11 oyda vazifa topshirib oladigan Kaja Kallas 21 betlik bu planida Rossiyaning jahongirlik orzusiga va Xitoyning adolatsiz raqobatiga qattiq ogohlantirish e'lon qilgan. Kaja Kallas yana mundaq degan: Yevropaning xavfsizligi menga nisbatan aytganda butunlay shaxsiylashgan ishimdir. Chunki mening vatanim uzun yillardan buyon kishilarga Rossiyaning jahongirlik orzusining yo'qolmaganligini bildirib keldi. Mening Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi oldingi vazifam Yevropa ittifoqining geosiyosiy va iqtisodiy xavfsizligini qo'g'dashdir. Xabarda eskartishicha, Kaja Kallasning bu so'zlari dal Yevropa ittifoqi o'ziga a'zo davlatlarni hushyorlikqa undab, texnikalarning sirtqi eqishini qattiq nazorat qilishni ta'kidlayotgan. Bo'libmi, kvanit texnikasi
mikro o'zak va sun'iy aqlga doir oliy darajalik texnikalarning Xitoyning qo'liga tushib ketishidan qattiq ogohlantirayotgan bir mezgilga to'g'ri kelgan. Yevropa-Xitoy munosabatlari dunyodagi eng muhim xalqaro munosabatlar bo'lib hisoblandi va u butun dunyodagi iqtisodiy va siyosiy bexatarlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu nuqtani epiqa vaqtida Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar Uyg'urlarning taqdiriga bevosita ta'sir yetkazadi. Germaniyadagi vaziyat analizchisi Xayr Qurban apandining ilgari surishicha, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatlarning ko'lami barg'ansiri kengayayotgan bo'lib, agar ikki taraf o'rtasidagi munosabat texmi yomonlashgan taqdirda, bugun Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlar tufayli Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sukut qilayotgan Yevropa davlatlarining Xitoyga qarta besimlari hassalab kuchaydi ekan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan davlatlarning ko'p qismi Yevropa ittifoqida va shundaqla Yevropa ittifoqi inson huquqlarini qo'g'dash jihatlarda Uyg'urlarga eng ko'p yordam qilayotgan davlatlar joylashgan qit'a bo'lib hisoblandi. Xitoy hokimiyati buni yaxshi bilgan bo'lg'achqa izchil holda Yevropa ittifoqidagi davlatlarni o'ziga bog'liqlik qilish orqali Uyg'ur masalasiga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartirishga tirishib kelmoqda. Agar Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda buzuqchilik ko'rilsa, Yevropa ittifoqi dunyodagi 3 cho'ng iqtisodiy va siyosiy va harbiy kuch markazi bo'lish sifati bilan Uyg'urlarningki inson huquqlarini qo'g'dash va erkinligiga, hurligini qo'g'dash jihatda nihoyat zo'r yordamlarni qila oladi deb o'ylayman. Pul muomala bozori gazeti 24-oktyabr e'lon qilgan Xitoy bilan Yevropa ittifoqining tamojna mojarosi nomli xabarda bayon qilishicha, Xitoy hukumatı tamojna bejidan qutulish uchun Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda avtomobil zavodlarini qurmoqchi bo'layotgan Xitoy shirkatlariga jiddiy buyruq tushirib, ularni darhol planlarini to'xtatishga chaqirgan. Bu Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi surkilishning avjiga chiqishiga hissa qotadi ekan. Qadrli radio anglovchilar, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning barg'ansiri keskinlashayotganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sundiq. Germaniyadan Akram anlattı. Konulgan mutaxassis ve Wall Street Journal'ның obzorchisi Walter Russell Mead Xitoy iqtisodi haqida bir parcha maqola yozib, Xitoyning o'zi qo'llagan o'rga o'zi tushayotganligini, Xitoy iqtisod modelining davom qilinmaydiganligini va Xitoy Kommunist partiyasi uchun islohot elib berishning bak xatarlik ekanligini ilgari surgan. Undaqda Xitoy iqtisodini kuzatayotgan mutaxassislar vaqti nima deydi? Tuanda diqqatinglar muxbirimiz O'yg'arning vaqti tayyorlagan programmasida bo'lg'ay. Xitoy iqtisodini kuzatayotgan mutaxassislar Xitoyning mavjud iqtisodiy modelining davom qilolmaydiganligini, shunga Xitoy iqtisodining yaxshilanishida hech bir umidning yo'qligini ilgari surmoqda. Tanilgan mutaxassis va Wall Street Journal'ning obzorchisi Walter Russell Mead Xitoy iqtisodi haqida bir parcha maqola yozib, Xitoyning o'zi qo'llagan o'rga o'zi tushayotganligini, Xitoy iqtisodi modelining davom qilolmaydiganligini va Xitoy Kommunist partiyasi uchun islohot olib berishning bexatarlik ekanligini ilgari surgan. Walter Russell Mead buning asosliq sababini tuandagi jumlalar orqali izohlagan. Xitoy nufusi ozayotgan bo'lsa-mu, lekin davlatda 90 millionga yaqin turalg'i uy quruq holatda turadi. Uy mulk shirkatlari qarzlarini qaytara olmayotdi. Programmalarini yana o'z chiqimlarini uzundan buyon uy mulk shirkatlariga yer setish orqali ta'minlagan yerlik hukumatlar qarz patqiqiga g'arq bo'lyotdi. Xitoy hukumatining rag'batlantirish bilan Xitoy oilalari yiqqan umumiy mablag'ning 80% ga yaqin qismini uy mulkka solgan edi. Hozir ba'zi yerlarda 2021-yildan buyon uy bahosi taxminan 30% tushib ketdi. Iste'molchilar chiqimini tizginlamoqda. Sanoatda topgan foydasi o'tgan bir yilda 18% tuvaladi. Yoshlarning ishsizlik nisbati davomli oshmoqda. Yevropa va Amerika Xitoyga qarshi yangi tamojna bejini planlayotdi. Banklar qarz berishni xohlamayotdi. Chet elliklar mablag' solishni xohlamayotdi. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang radiomiz ziyoratini qabul qilib, Walter Russell Meadning yuqorqi Xitoyning o'zi qo'llagan o'rga o'tishayotganlik fikriga qo'shildiganligini bayon qilish bilan birlikda Xitoy iqtisodining yaxshilanishida hech bir umidning yo'qligini ilgari surdi. U mundaq dedi:
China has clearly fallen into its own trap. It has an economy which is meant to depress consumption and to increase investment. And now it's gotten to the point where Xitoy nüfusu azayotgan bolsa-mı, lekin dövlətdə 90 milyonga yaxın turalğı qurqalat tuturwatıdı. Öymülük şirketleri qarzlarını qaytarammayatıdı. Programmalarni, yani öz chiqimlarini uzundan buyon öymülük şirketlerге yer setish orqali ta'minlagan yerlik hukumatlar qarz batliqiga g'arq bo'lwatıdı. Xitoy hukumatining rag'batlantirish bilan Xitoy oilalari yiqqan umum mablag'ining 80% ga yaqin qismini öymülük solgan edi. Hozir ba'zi yerlarda 2021 yildan buyon uy bahosi taxminan 30% tushib ketdi. Iste'molchilar chiqimini tizginlamoqda. Sanoatda topgan foydasi o'tgan bir yilda 17,8% tövredi. Yoshlarning ishsizlik nisbati davomli oshmoqda. Yevropa va Amerika Xitoyga qarshi yangi tamojna bejin planlayotdi. Banklar qarz berishni xohlamayotdi. Chet elliklar mablag' solishni xohlamayotdi. Beijing's stimulus measures are actually adding to deflationary pressures because they're trying to build up industry even further. There is now no hope for the Chinese economy. Uyghur kişilik hukuk quruluşunun tadqiqotchisi Dr. Henrik Shajaski Xitoyda bir yurish iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun mablag' solishni o'stirish, sanoatni taraqqiy qildirish va eksport miqdorini oshirish tadbirlarini emas, aksincha bozor va iqtisodiy qurilmalarni olib berish kerakligini ilgari surdi. Yana Xitoyning qattiq qo'l siyosatini o'zgartirish kerakligini alohida tilga oldi. U mundaq dedi. Things have changed in China. Its economy is shifting. Manufacturing is certainly a core part of its business, but also labor costs are so high, and this is why we understand. Xitoyda ishlar o'zgardi. Xitoyning iqtisodida cho'ng burilish bo'lmoqda, ya'ni nacharlashmoqda. Ishlab chiqarish Xitoy savdo va iqtisodining yadroliq qismi. Ammo emgak kuchining tannarxi burunqiga qaraganda bek yuqori. Shunga ba'zi shirkatlar Xitoyda emgak kuchining tannarxi yuqorilib ketgachga shirkatlarni arzon baholiq emgak kuchi bo'lgan boshqa yerlarga yo'tkilayotganligini ko'ryapmiz. Biz Xitoyda davlatning iqtisodiy ustidagi qattiq qo'lini ko'ryapmiz. Xitoyda kishilarning erkin pul topa oladigan, davlat qattiq kontrol qilmagan erkin bir sistema bo'lishi kerak. Lekin Xitoyda iqtisodiy faoliyat qattiq tekshirish va kontrol qilingan bir muhitda ilib berilyapti. Menimcha Xitoy hukumati o'zining iqtisodiga tutgan pozitsiyasini o'zgartirib, moslashgan va yumshoq qo'l bo'lishi kerak. It has to be done within this very heavily regulated environment. You know, I think that at some point here, the government itself has to see that it has to be a lot more flexible in the ways that it's approaching its economy. Halbuki Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Raymond Go Xitoyda istiqomat olib berishning siyosatdan bek xatarlik ekanligini eskartib, mundaq dedi. The only other avenue is to increase household income to let them consume more. And that's politically risky because you have to give confidence to the public that it's okay for you to consume. Xitoy iqtisodini yaxshilashning birdan-bir yo'li Xitoyda oilalarning kirimini oshirish, ularning ko'proq iste'moliga kafolat qilishdir. Agar bundaq bo'lmasa, bu siyosiy jihatdan xatarlikdir. Chunki ommaga iste'mol qilishning to'g'ri ekanligiga ishonch bera olish kerak. Xitoy hukumati Xitoy xalqiga ehtiyoj yoki qiyinchilik kunlar uchun pul tejab qilishni o'ylamasingizmi yoki ansiramasingizmi bo'ladi degan signal va ishonchni bera olish kerak. Xitoyda unumli bo'lgan davolash sistemasi ijtimoiy kafolat to'g'ri barpo qilish kerak. Lekin bularni barpo qilish juda qimmat kuchsiz. Bularni barpo qilish uchun siyosiy kuchlik, iqtisodiy kuchlik va munosabat doirasida keng bo'lganlardan pul va boyliqlarni elib, doimli iste'molchilarga berish kerak. Bu Xitoyda nurg'un kishilarni bearam qiladi. Bo'lib, bu nurg'un kuchli kishilarni bearam qildi. Bu sababdan Xitoyda islohot elib berish siyosiy jihatdan bakma xatarli. And resources from the politically powerful and economically powerful and connected and give it to regular consumers. That's going to make a lot of people upset, a lot of powerful people upset, which is why it's politically risky. Xatarlik radio anglagıçlar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi. Xabarlar qaraganda Xitoyning yuqori darajali rahbarlik qatlamidagi Xitoy Markaz Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bevosita javobgarlaridan biri bo'lgan Wang Xuning yaqinqi kunlarda Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Qashqa, Xotan qatorliq joylarda ziyoratda bo'lib, assimilyatsiya shundaqla millatlar o'zaro aralashib yashash siyosatlarini texnik kuchaytirishni ta'kidlagan.
Obzorchimiz Asiyaning Wang Huning kim, uning Janubiy Shinjang safari va uning orqa ko'rinishi to'g'risida tayyorlagan yangi obzori diqqatinglarda bo'lsin. Obzordagi ko'z qarashlar faqat avtorga xos bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Wang Huningning Janubiy Shinjang safari va uning orqa ko'rinishi. Xitoy Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning 21 oktyabrdan 24 oktyabrgacha Uyg'ur elining Qashqar va Xotan viloyatlarini tekshirishga borgan. Uyg'ur nupusi mutlaq ustilikni egallab kelgan bu rayonlarda Wang Huning atalmish millatlar ittifoqligini asosiy qatlamda, maktabda va xalqning kundalik turmushida amaliyashtirib, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini kichigidan boshlab bolalarning idisiga singdirib, har qaysi millatlarni onarning donisidek zish uyushtirish kerakligini ko'rsatgan. Wang Huningning Qashqar va Xotanda millatlar ittifoqligini Uyg'urlarning butkul hayotiga singdirib o'tishini ta'kidlashi sababsiz emas albatta. Chunki u dal Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bevosita javobgarlaridan biridir. Wang Huning degan bu kishi Uyg'ur jamoati orasida Xi Jinping, Jiang Zemin, Hu Jintao va Deng Xiaoping qatorliq Xitoy rahbarlaridek uncha tanishliq emas. Hatto ko'pincha Uyg'urlar Wang Huningning kim va nima qildiganligi, Xitoyning yuqori darajalik rahbarlik qatlamida qanday vazifasi borligi, shundaqla bu odamning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan aloqasining bor yoki yo'qligi haqida aniq bir ma'lumotga ega emas. Ammo dal bu shaxs Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatining yurgizilishi va xalqarodan yo'shilishida eng muhim rol o'ynagan. Shundaqla uning bu qatimqi Janubiy Shinjang safarining eng asosiy sababi yanada Uyg'urlar bilan munosabatdir. Bu munosabatni biz Wang Huningning Uyg'urlar nupusi eng ko'p o'ltiraqlashgan Qashqar va Xotanga berishi va u yerda qanday ko'rsatmalarni berganligidan tushuna olamiz. Buning uchun oldi bilan Wang Huning haqida ozroq tushuncha hosil qilishimizga to'g'ri keldi. Wang Huning tashqi dunyoda Xi Jinpingning aql ko'rsatkichisi deb ta'riflandi. Bo'libmi u Xitoyning 19-qurultayidan boshlab Xitoy Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining 7 a'zosi qatoriga kirgan bo'lib, shuningdan boshlab xalqarada Wang Huningga bo'lgan diqqat kuchaygan. Ammo Wang Huningning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatli bo'lishi uning 19-qurultaydan boshlab yuqori rahbarlik qatlamiga kirgandan keyin bo'lgan ish emas albatta. Amaliyotda Wang Huning 90-yillardan boshlab Xitoyning siyosiy sohasida muhim vazifalarni o'tab kelgan. Ya'ni Wang Huning haqidagi ma'lumotlardan qaraganda, u Jiang Zeminga 3 vakillik qilish, Hu Jintaoga fanniy taraqqiyot qarashi va 19-qurultaydan keyin Xi Jinpingga Xi Jinpingning yangi davr Xitoycha alayidlikka ega sotsializm ideyasi qatorliq xos ideyalarni ko'tarib chiqish maslahatini bergan. Amaliyotda Wang Huning haqida yana ozroq izindigan bo'lsak, uning 80-yillardagi Deng Xiaoping davridami Xitoy siyosatidagi ta'sirini ko'ra olamiz. Ya'ni u chaqlar dal xalqarada kommunist davlatlarning bir-birlab halokatga yuzinayotgan davr bo'lib, sobiq kommunist davlatlarda kuchli siyosiy davolg'ishlar yuz berayotgan edi. Dunyo miqyosida ko'tarilgan bu xil demokratiyalashish yuzlanishi Uyg'urlarga zo'r umidlarni ilib kelgan bo'lib, Uyg'urlarmi o'zlarining xalqaro qonunlarda belgilangan haq-huquqlari uchun tinchlik kurashlarni boshlagan edi. Ya'ni 1985-yili va 1988-yildagi Uyg'ur o'quvchilar harakati dal bu kurashlarning misollaridir. Darvaqa, hokimiyat beshidagi Deng Xiaoping bu hadislarning Xitoy hukumatini og'dirib ketish girdobiga elib berishidan to'liq ansirayotgan vaqtlar edi. Hatto bu vaqtda iqtisodiy islohotni siyosiy islohot darajasiga ko'tarish talablari Xitoylar orasida avjiga chiqqan edi. Oqibatda bu ahvol 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'lgan. Wang Huning 1988-yili Fudan universitetining o'quvchilar gazetida zamonaviylashish yo'lidagi siyosiy rahbarlik usuli haqida izlanish nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolaning markaziy ideyasi dal Xitoyning shu vaqtdagi siyosiy yo'nalishini bosh tema qilgan. U maqolasida Xitoyning bundan keyingi siyosiy yo'nalishining demokratik tuzumga emas, balki mustabid tuzumga qarab taraqqiy qilish kerakligini,
Shunda qilgandlar ijtimoiy boyliqlardan unumli foydalanib, iqtisodni taraqqiy qildirg'ili bo'ldiganligini o'tirg'a qo'ygan. U mazkur maqolasida yana mustabid tuzumning Xitoyning huquq qatlamini bir gavdalashtirib, yerlik hukumatlarga huquq berish sababidan kelib chiqadigan bo'lgunchilik, cho'ng siyosiy o'zgarish qatorli harakatlarning oldini olg'ili bo'ldiganligini, demokratik zamonaviylashtirish qaraganda mustabid zamonaviylashishning texmi unumli bo'ldiganligidek qarashlarni o'tirib qo'ygan. Wang Huning 1995-yili Fudan universitetidan Xitoy Markaziy komiteti siyosiy tadqiqot ishxonasiga o'tkazgan bo'lib, 2002-yili bu ishxonaning mudiri bo'lgan. Shundaqla bu xizmatni 2020-yilgacha davom qilgan. Xitoy Markaziy komiteti siyosiy tadqiqot ishxonasi bo'lsa, Xitoy hukumatining ichki va tashqi siyosat planlarini ishlab chiqaradigan organ bo'lib, konkret qilib aytganda bu organ Xitoy davlat apparatining qo'mondoni yoki aql ombiri hisoblanadi. Wang Huning haqidagi yuqorqi uchurlardan ma'lumki, u Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatlarining strategiyalik planlarini loyihalaguvchi eng muhim shaxslarning biridir. Bu vajidan uning Xotan va Qashqarlardagi ziyoratining Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari bilan bog'lanishli bo'lganligi tushunishlik. Ya'ni uning bu qatimliq safarda qilgan so'zlaridan bu nuqtani texmo aniq ko'rib yetalaymiz. Ya'ni Wang Huning Xotan viloyati Kungang iqtisod texnika taraqqiyot rayoni va aloqador korxonalarni tekshirganda Janubiy Shinjongning o'zgacha afzalligiga ega zamonaviy kasbiy sistemasini barpo qilishni, Qashqardagi erkin savdo sinoq rayoni, savdo mulozimat markazi, O'rta G'arbiy Osiyo xalqaro savdo bozoriga borganda bo'lsa, Shinjongning o'zgacha ichib etish yangi yo'lida minib, Xitoyning g'arbga ichib etish bazasi barpo qilishi kerakligini bildirgan. Wang Huning ziyorat qilgan atalmish erkin savdo sinoq rayoni, savdo mulozimat markazi va O'rta G'arbiy Osiyo xalqaro savdo bozorlari bo'lsa, 2000 yillik tarixga va quyuq Uyg'urcha tuproqqa ega bo'lgan aslidagi Qashqar cho'ng bozorining chiqib etilishi badaliga qurilgan bozorlardir. Ya'ni Uyg'urlarning necha ming yillardan buyon tashqi dunyo bilan savdo aloqasi orqali iqtisodiy taraqqiyotiga asos bo'lgan bu bozor 2022-yili Xitoyning manfaati uchun chiqib tashlangan. Demak, Wang Huningning bu yerda ziyorati bo'lishi va Shinjongni o'zgacha ichib etish yo'lida minishini ta'kidlashi amaliyotda dal Uyg'urlarning bu rayondagi mavjudligini davomli yo'qotishni ta'kidlayotganligi deb tushunishga bo'ladi. Wang Huning yana Lop nahiyasidagi Ravaq Budda ibodatxonasi xarobasi va Qashqar shahar planlash sarayiga borgandan keyin bo'lsa, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirish, ijtimoiy muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxiri birinchi o'ringa qo'yish, shundaqla Bintan bilan yerlikning yug'urma taraqqiyotini teziltishni o'tirib qo'ygan. Wang Huning tilga olgan bashni qalbda e'tirof qilish bo'lsa, Xitoy davlat kimligi, Junxo millati kimligi, Xitoy madaniyati, Xitoy Kommunist partiyasi, Xitoycha alaylikka ega sotsializmni e'tirof qilish deganlikdir. Ya'ni Uyg'urlarning millat, din, madaniyat, siyosiy va ijtimoiy haq-huquqlardan majburiy voz kechtirilishda qo'llaniladigan siyosatlardan biri dal Wang Huning ta'kidlagan bashni qalbdan e'tirof qilish siyosatidir. Demak, uning bu yerda Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilish haqida yo'l yo'riq ko'rsatganligi oshkora. Texmi muhimi, u Xotanning masjidlarini yoki Qashqardagi Hetkoxni ziyorat qilmasdan, balki Lop nahiyasidagi Budda ravaqini va Qashqar shahar planlash sarayini nemishqa ziyorat qiladi? Amaliyotda Uyg'ur elini, bo'libmi Uyg'ur nupusi eng ko'p o'ltiraqlashgan Janubiy Uyg'ur elidagi Uyg'ur nupusini tarqoqlashtirib azaytish Xitoyning o'tgan necha 10 yillardagi eng muhim siyosatlaridan biridir. Xitoyning bu siyosati biri Uyg'ur elida yo'l qo'yilgan planliq tug'ut siyosati, yer tevrashga chidamliq uy silish nomidagi kollektiv ko'chirish siyosati, yotgan ishga o'rlashtirish nomidagi ko'chirish siyosati qatorliqlarda aniq gavdalanadi. Ammo Uyg'ur nupusini Xitoylar bilan aralash o'ltiraqlashtirishmi dal Uyg'ur nupusini azaytishdagi muhim siyosatlardan biri hisoblanadi. Bundaq aralash o'ltiraqlashish qurilishlari dal shahar planlash sarayi tarafidan loyihalanganligini hammamiz bilamiz. Demak, Wang Huningning Lop nahiyasidagi Budda ravaqi bilan Qashqar shahar planlash sarayiga ziyoratga berishning kaynida Uyg'urlarni xitoylashtirish, qisqasi
Qashqar va Xotandagi Uyg'ur nupusining o'rnini tez suratda Xitoy nupusiga almashtirishni imo qilayotganligi deb tushunishga bo'ladi. Ya'ni Van Xuning bu yerda Bintan bilan yerlikni yo'g'irib etish so'zini qo'shib tilga ilishda dal Uyg'urlarni Bintanning Xitoy ko'chmanlariga assimilyatsiya qildirib etishni teziltishni nazarda tutgan deyalaymiz. Xulosalaganda Van Xuning Xitoyning eng yuqori siyosiy planlarini tuzish o'rnining mudiri sifatida Jiang Zemin davridan tortib Shi Jinping davrigacha Xitoyning millatlar siyosatining bevosita injeneridir. O'tgan 30-40 yildagi Uyg'urlar ustidagi barliq siyosatlar amaliyotda dal Van Xuning boshchiligidagi Xitoy siyosiy tadqiqot ishxonasi tomonidan Xitoy hukumatiga ta'minlangan bo'lishi mumkin. Bu vajidan Van Xuningning bu qitim Qashqar va Xotanda bevosita ziyoratda bo'lishimi qandaqdir Uyg'urlarning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surish yoki rayonni taraqqiy qildirishni maqsad qilgan emas. Aksincha, Uyg'urlar uchun o'zi bevosita tuzib chiqqan Xitoycha aloyidalikka ega irqiy qirg'inchilikning texmo unumli yurgizilishiga ko'rsatma berish, uning bu qitim